Endi bu taqsida bu videoda qarasanlar biz Avstriyadan ketib bormiz. Italiya bilan Sloveniyaning kuchining qiyilishgan yerigacha. Bunda qarasanlar biz yuqoriga qarab chiqib ketib boramiz. Hattoki bulutlarni ko'rayotgan bo'lsanglar, past tarafda mana turadi. Daqsida endi mana haqimizga qaytdik, yukni tushirib, oldimizda mana ko'rayotganinglar Alp tog'lari, mo'ygiz va chiroyli. Bu bo'lsa endi so'ng tarafimizdagi bir cho'qqida, tog'ning cho'qqisida ko'rganman. Zamak yubakmi yo'g'on zamakka bu ham chiroyli. So'zlarni o'zingizga tushirib ketdik. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Mana necha vaqtdan beri o'zingizlar ko'rgandek, necha mamlakatlardan men sizlarga o'zingizlarga tushirib o'tib ketdim videolarni. Bu daqsida bo'lsa endi mana Fransiyadan tushiryapman. O'zingizlar ko'rgandek Chexiyadan, Slovakiyadan, Germaniyadan qanday yuklarni besib yuklarni tushirgan videolarni chiqardim. Endi Fransiyani, Shveysariyani sizlarga ko'rsatgandim, biroq Fransiyaga ichkariga kirmagandim. Bu daqsida endi Fransiyaga ichiga kirib, mana qishimda 150 kilometr yerda Parij turdi. Şunun atrafında ben yükünü besip, hatta de Paris arkalık Germaniyaga çıkıp ötüp gitmen. Bu daqsida endi men o'zim yolg'iz emas, qishimda Shuhrat degan yigit bor. U bo'lsa stajrovkani o'tyapti. 3 haftadan beri dokumentlari faqat emas, dokumentlari chiqqancha hozirgacha semerlarni qanday to'ldirganini, yuklarni qanday besib, qanday bog'lashligini hammasini ko'rsatib o'tyapman. Endi inshaalloh dokumentlar chiqqanda rulga o'tirdi. Şu endi Shuhrat bo'lsa o'zi Qirg'izistondan, burun Gertekada biroz tajriba o'tib uy ketgan edi. Hozir endi Polshaga qaytib, Polshada bizning firmada ishlaydigan bo'ladi. Endi Shuhrat o'zini tanishtirib o'tib ketsin. Marhamat. Assalomu alaykum. Mening ismim Shuhrat. Men Qirg'izistondan kelganman. Chet davlatda ishlaydigan va Yevropaga kelgan. Shu birinchi qitim Litvaga kelgan. Bu yerda ishlab boqdim. Endi mana Polshaga keldim. İnşallah bu yerda ishlab ketamiz. Polshadan keyin Angliyaga bormi? Angliyadan keyin Amerikaga boramiz. Xudoyim bo'lsa, inshaalloh meni endi otpuskam oz qoldi. 3 oy, 3 hafta tugasa, 3 haftadan ichida Shuhratning dokumentlari chiqsa, inshaalloh mana shu manda ishini Shuhrat o'zi davomlashtirdi. Keyingi videolar ko'rishgacha internetda naблюдайте deb qo'ying. Men sizlarga parkovkani tushirib o'tib ketay. Biz bo'lsak mana maytdik. Parkovka bo'lsa o'zi yo'g'on. Bu частный shaxsiy parkovka ekan. 15 euro 90 sent, 16 euro bo'ldi ekan. Sutkasiga. Uning ichiga shu bekaga dush, tualetlari ichida toza va ujin deb qo'ydim. Diner deydi, soat 7 da. Shu kirdi ekan. Fonarlar bor, yo'q. Kirgan yerda kameralar bor ekan. Men kirgan yerda turib qolman ekan, qishimga bir refga kelib. Qarsam yomon qattiq shayga refning motori shuni bilan nega kelib turib oldi. Mana Burj degan malisida, shahrida atrofida Promzonda yuk besyapmiz. Mana shuni qo'ydik. Yomon uzoq turdik. Mana Shuhrat yurdi. Mayda qarab, sajovkani o'tib kamizelka bunda nimlarni kiydi обязательно. Жилетка, kamizelka deydi. Тапочка, почему тапочка? Тапочка bo'lmaydi bu yerda. Hadi biz kiyib oldik, endi Gabriel ana kishining o'xshash ADR botinka. Buni uchida bunda to'masi bo'ldi. Mana tapочкалар bor, ADR tapочка.
Şu, endi mundaq ko'rsatib o'tib ketay sizlarga. 24 tonna. 24 tonna yük basıdı. Zayıf bo'yicha polniy buni endi Trier yetib o'tib ketdim. Trier degan shaharga olib borib tushiraman. Hozir qanchalik besib qo'ydiki? Mana karbidan besib o'tadi. Skvatlardan boshlab. Mana bizning bachogimiz qo'l juydigan postoyan stoldirib qo'yamiz. Mana qo'l juydigan udobno. Mana men to'xtadik. Mana Shuhrat, ana Shuhratning intervyu etaylik sizlar uchun. Yig'rining ishning qanday yig'irchiliklari bor, qanday yenikchiligi shuni aytib o'tib ketsin. Yangi kelgan voditellarning qanday qanday fikri bo'ldi. Yangi kelgan voditellarning bizning endi fikri bu yerda rol o'ynamaydi, потому что necha yil beri ishlayapmiz. Endi yangi kelganlar uchun shu Shuhrat deb o'tib ketsin. Ma'qul. Men o'rischa deb aytay sizlarga. Qaranglar. Смотрите. Вы должны быть готовы к тому, что вы живете в кабине. Что у вас душ очень редко бывает, да? Ну, бывает, но редко. Lekin yana tamak o'zinglaytsizlar. Kim tamak etamisa, buguninglar uydin, ayolladin, uroklarni ilib. Shu. Lekin qaranglar bala. Nega kelgandan keyin konkretно chidash kerak. Hozir biz mana Ismoil bilan yurmishimiz. Hozir men bilmayman qanday yolg'iz o'tirganda sarang bo'lmaymanmi, bo'lmaymanmi ko'rimizda hamma narsalarni inshaalloh. Unda qiyinchiliklar Hamiyada bor. Hamiyada bor. Qo'rqmay, bismillah deb. Bismillah. Smelo ishlash kerak-da. Dokumentlarni oldik. Shuhrat o'tadi. Shuhrat ma'mizmi, ma'maymizmi? Ma'maymiz desa qolamiz. Так, bu vaqtida mana navigatorning отметка задание выполнены, bu отдых deydi bugungi. Mana тоже bugungi загрузка. Endi zapravkani berdi. Zapravka, navigatsiya. Qaydaraki u zapravkasini ko'rib boqaylik. Hozir o'ylanadi. 29 kilometr qiyishimizlikka avtobon bilan minib Sijadivga yetdik. Ketdik. Так, mangdiq endi zapravkaga. Deydi, okey deb yozib qo'yibdi. Bismillah. Sortie, exit. Через 700 метров на кольцевой развязке. Воспользуйтесь вторым выездом. Barmiz Shuhrat bilan havo rayi bulutliq. Endi vertolyot tushib ketardi. Fransiyadan ishchi bilan. Mana Parij yo'li bilan Parijdan o'tib ketdik. Mana do'nglari boshlandi Fransiyaning tushib chiqib. Tabiati bu yoqning yaxshi. Razgomga ketib boramiz. Bugun xil salqinlab qoldi, bo'lmasa bir oydan beri yomon kun qizib ketdi. 35, 37 bo'lib. Bugün bazı 22 gösterdi. Mana pauzaga to'xtadik. 45 minutlik. Mashinani qo'yib, toza chiroyli
Pakkas parkovka bu Fransiyada. A5-yo'l, A5 deb qo'ydi. Mana mayda. Stollar bor, bundaq o'tiradigan. Mana u tarafida ko'rib turgan bo'lsanglar, tualet. Bu tarafi женский plus invalidlarga qo'ygan. U tarafi endi erkaklar uchun murskoy. Mana bundaq stollar bor. Mono bo'lsa odamga o'xshatib qo'yib qo'ygan Minьоны yoki multfilm. Bu musorniy ящиклар. Shunga yaqin ko'rsatib o'tib ketay. Bu endi aynak posadiga, butulkalarga har turli surtiblar qilib qo'ygan. Mana endi plastik va nomlar bilan. Mumkin endi bundaq musorni. Plastik va butulkani tashlash bo'lmaydi deb sirtdan qo'yib qo'yibdi. Mana tualet. Tualetning ichida постоянно muzika o'ynab turdi. Hozir mana baklashka suv ichsak. Suv olgan mana bundaq bo'lsanglar hozir. Shu baklash shuqra tashlab qo'yibdi. Neyse. Mana hozir bosaman, shuqra tutadi. Shuhratjon. Assalomu alaykum. Nasılsınız? Meylen tushirib o'tib ketay endi. Ana shatorning ostida. Mana mashaq Fransiyada. Fransiyaning parkovkalari eng yaxshi. Menga yoqadigan. Mana ichida novoslar. Buni invalidlar uchun qo'yib qo'ygan. Tualetning ichini ko'rsatib ketsam, mana yeshil yonib turdi, значит hech kim yo'q. Qizil yonsa biri bor. Ichilib, mayda ichida muzika o'ynab turdi. Mana mayda qo'llaydigan avtomat mayda invalidlar uchun. Mana daqmoq turibdi. Mana tualetni jizg'alashib, mashinadan qishiq yetib keldim. Mashina mayda. Mana yo'lchik deb qo'ydim. Mana bundaq to'xtaydi hamsi liniyada. Mayda mana tushadigan palampey stupinka. Yoqda qarasanglar, mana shimishlarni terib qo'ygan podsolnechka. Mana shu bilan parkovkada 44 minut bo'ldi tug'unimizga. Taxograf ko'rsatib solamiz. Taxografni kutib turamiz. Mana 1 minut qoldi. Значит 44 minut bo'ldi. 00 bo'lganda 45 bo'ldi. Mana hozir buni bossak, mana 44 deb turdi. Pauza tug'unimiz. 45 bo'lganda ma'nosi bo'ldi. Biroq желательно 46 qilib nima desanglar, bir taxograflar 45 deb qo'mitaga fiksatsiya qilmay qolishi mumkin. Shu vaqtda narushение bo'lib qoldi. Shuning uchun 46 turdi, bunda 45 bo'ldi. Mana endi 45 minut turdik. 4 soat 30 minut mang'alaymiz. Shunda ruxsat berdi bizga taxograf. Asta mashina zavod qilaveraylik. Navigatorda 366 kilometr bor yana. Nol. Oyoqlarni tekshiraymiz. Так, mana maydim ko'rsatadi. 45 minut. Shuhrat urustaydi. Leshni oyoqni tashlab qo'yamiz bunda. Chiqamdimi deb bir qitilmaydi, уже bir kalashim jutadim. Yevropada. Rossiyaga men yurganda 3-4 qitim jutadim. Ashka mashina zavod qilib, qo'zg'olishning oldida oyoqlarni bir tekshirib olamiz. Mana shundan 46 minut bo'ldi. Endi asta yo'limizni davom qilaylik. Bu tarafda mana mashinalar turdi.
Еді так. 1, 2, 3, 4 грузовойға расчетланған. Орынке 5. 5 грузовойға. Парковканың ішінде Воспользуйтесь первым поворотом. кольцо. Соң тарапынан ешкім келемейді. Енді кольцо пиқырап жүрген бір болмаса. Ана автобан. Ана болса, Ехать по дороге uzun mümkün bir 300 metrede разгоночный полоса. Разгоночный полосада меңіп, уже yakın лиховойла, поворотын қошып, соң тарапқа өтіп кетті. Мені қойып өтмаңды. Нейді, чтобы безопасно дегендек, оны yolga çıkıp aldım. Разгонный деді, уже основной трассаға çıkıp aldım. Şu mana baştaq Европаның yolları, qaydıları degендек. Круизы қойып қойдық. Mana даже заранее көрдіңіз оң тарапта радар бар деп сигнал қойдық. Мысалы мотоциклдар үшін легковой деп қойдық. Грузовойлар үшін болса, грузовойның суретін сеп қойдық. Mana hozir edi bir 500 metrden keyin u radar turdi. Radar 130 km saatiga shunga bog'lanib qo'ygan. Maksimalniy скорость. Hamma har turli ekan. Buni uchastkada 130. Mana endi o'ng tarafiga qarasanglar radar turdi. Kamera. Fransияның андай платкасы келгенде yo'lga төлейdigan vaqtida mana bundaq табличкада Т деген телепас. Соң тарап чексеніп тұрды. Высота ограничения. Кейін оң тарап грузовой высота жоқ. Отырларда наличный төлейді алаба и карточка біле төлейді. Ana уже açıldı. Geldik. Mana başlaqıb Fransiyada yolunu төлейді. Ayda parkovka ішкі машинға çıqaldı еді туалет. Şu Fransiyada оңайырақ. Германияда ең оңай Германияда. Еді уже спутниклерді төлініп маңды. Меңіп Франциядан Люксембург тарапқа шығып кетіп бармыз. Уже дегеннен тартып меңіп атқан 600 км меңіп аттым, 76 км қалды. Hazır Люксембургқа өткен яғни көрсі шекараға аз қалды. 15 км қалды. Мына шумла меңіп 1,5 км қалды. Люксембург кеп барданға. Люксембург пайтақты Люксембург мемлекеттің намы Люксембург. Hazır Fransиядан шығып, hazır Люксембург кірміз. 1 км қалды. Чигарны, баш чигарларға оқшаған. Bir to'siqsiz o'tib ketamiz. Chegara boshlandi. Hozir mostga o'xshagan arka yasab qo'ygan. Uning oyoqi уже Люксембург. Yuk mashinalari uchun alaydan o'ng tarafdagi polasa edi, buni yepib qo'yibdi. Zo'n kran turdi, bir nima yasayotgan o'xshamadi. Bu
Бияге бір жыл болыпты, кәмеген емаштақ тұрады, техчем маштақ болып қойыпты. Временный мекитсем акас постоянно қойыпты да бұл. Уже Люксембургқа кіріп келдік. Продолжайте ехать по дороге 11 Мәйді километров. тоқтайды ғая жоқке. Әсәде тоқтап, мемлекетini ечіш керек. Страна Люксембург деп. Кейін yolun devam қылчекті. Әнде бірінші сайын көчем 7 километр. 7 километрге тоқтап, әшеді açsam болды. Mana Люксембургқа құш кәпсілі. Mana şöyle parkovka, birinci parkovka to'xtab, endi taxografni nima qilamiz? Ko'l matamda. Okeyni besib, точка. Страна начала, Франция. Izlaymiz endi Люксембургni. Qozog'iston даже bakka. Liechtenstein, Люксембург. Okey qilamiz. Сохраненный. Oldi hozir endi pauza turimiz. Mana shuning bilan 47 minut turdik, 45 minut turish kerak. 47 minut, 2 minut oshirib. Shuning bilan mega tachograf уже 00 bo'ldi. Qaramasam endi asta yo'limizni davom etib Lyuksemburgdan chiqib, keyin Germaniyaga qarab boramiz.